25-mayga hech kimda yo'q obraz qilib bering degan qizlarimiz uchun 5 xil obraz yig'amiz. Hijobli qizlarimiz ham esimizdan chiqmadi. Birinchi oq koftamiz nafis matodan qilingan, bo'yin qismida bantik va qo'l ishidan qilingan jemchuklar bilan boyitilgan. Yenglari bo'lsa fanarik qilib ishlangan. Aynan shuni hijoblilar uchun yengi yopiq varianti ham bor. Ikkinchi obrazimiz umuman modadan qolmaydigan mayda serdechkali va asosiy e'tibor oldidagi pirpirelariga berilgan. Oldidagi tugmachalar jemchukdan ishlangan, yenglari fanarik. Uchinchi obrazimiz eng nafis obrazda bemalol ayta olaman. Bo'yin qismi jemchuk qo'l ishi bilan boyitilgan, yenglariga kurjavalar yurg'azilgan. Buni bemalol nejniy qizlarimizga kiysa bo'ladi. Hijoblilar uchun yengi uzuni ham bor. To'rtinchi obrazimiz vulgarniy kiyinish yaxshi ko'radigan qizlarimiz uchun. Buni faqatgina bitiruvga emas, boshqa joylarga ham bemalol kiyib ketsangiz bo'ladi. Tugmalari jemchukli, oldida bo'lsa katta chiroyli bantika bor. Eng oxirgi obrazimizda bo'lsa, meni eng yaxshi ko'rgan koftalarimdan bittasi. Bo'yin qismiga alohida e'tibor berib, nafis kurjava va bisir toshlar bilan bezatilgan. Hammasi qo'l ishi. Ko'rib turgan har bitta yengi kalta obrazlarni hijoblilar uchun ham yengi uzunlarini olib kelganmiz. Yenglari 2 qavat qilib ishlangan, hijobli qizlarimizning qo'llari ko'rinib qolmaydi. Bemalol issiq kunda ham kiysanglar bo'ladi. Matosi umuman shu obrazlardan sizga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.